Assalomu alaykum. Ferma o'z obunachilari, akalar, ukalar. YouTube chorva ishqibozlari. Sizlarga qisqacha video mavzu qo'yamiz. Semental mollarimiz, gibrid, Golishtin mollarimiz bor, Eston mollarimiz bor. Sizlarga video mavzu qilib beramiz mana. Semental. Mana gibrid molimiz mana. Semental Golishtin sotishgan varianti. Semental molimiz. Shtonlarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Shalvarda. Bo'ylari 1.60 chiqadi. Kimga mana shunaqa mollar kerak bo'ladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, opsiyaga nomerlar yozib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlar olishlaringiz mavjud bo'ladi. Oyoqlari to'ralini, qoni toza, bexijolat mollar. Mana Golishtin so'ragan shu bozor. Bo'g'oz variant. Kimga qaysi mol yoqadigan bo'lsa, shunday skrinshot qilib opsiyaga nomer qo'yib qo'yamiz. O'sha nomerlarga Telegram, WhatsApp bor. Tashlab bersalar, narxlarini aytib beradi. Bemalol gaplashib olishlaringiz mumkin. Mana. Mol nima deyapti? Xonajim birinchisiga, birinchi qoringa bo'g'ozli varianti 7 oylik atrofida. Balki 7 oylikdan ortiqdir. Sut yo'nalishida so'ragan ukalarimiz mana. Ko'chati. 4 yil, 5 yil maza qilib boqadigan. Mol sifati nima deyapti akalar? Yo'qsa laykni bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan ukalarimiz obuna bo'lib qo'yasizlar mana. Semental mol ishqibozlari. Mana gibridlar. Mana semental mol. Kimga qanaqa mol zarur bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qo'yganmiz. O'sha nomerga qo'ng'iroq qilib so'rasalaring, qanaqa mol bo'lsa, sizlarga topib beradi. O'najim mana. Birinchisiga. O, mol zo'r mana. Sut yo'nalishidagi molni eng udari. Bo'ylari 1.65 chiqsa kerak. Mana. Mol nima deyapti? Mol o'ta go'zal. 1 tonna chiqsa kerak. Mana semental. Semental oldida ko'rinmayapti. Hurmatli obunachilar mana. Semental ham o'ta katta mol. Mana shalvarlari. Mana. Baho beringlar, kommentariyaga yozinglar, qaysi biri nech kiloligini to'shni aytib yuboringlar. Mana. Mol ishqibozlari, hammasi mol. Bizi kanalimizda faqat mol ishqibozlari. Qani? Mana. Golishtin molimizni kilosi bilan mana semental molimizni kilosi mana. Qaysi biri og'irligini kommentariyaga yozib yuboringlar-chi akalar. Muasirroq. Kimga qanaqa mol zarur bo'ladigan bo'lsa, opsiyaga nomerlar
qo'ygizdiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib so'rashlari mumkin. Shves mol ishqibozlari mana. Mana shves mollarimiz. Go'lishni so'ragan ukalarimiz. Hurmatli obunachilar, hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Ferma o'z obunachilari, akalar, ukalar. YouTube chorva ishqibozlari. Sizlarga qisqacha video mavzu qo'yamiz. Semental mollarimiz, gibrid, Golishtin mollarimiz bor, Eston mollarimiz bor. Sizlarga video mavzu qilib beramiz mana. Semental. Mana gibrid molimiz mana. Semental Golishtin sotishgan varianti. Semental molimiz. Shtonlarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Shalvarda. Bo'ylari 1.60 chiqadi. Kimga mana shunaqa mollar kerak bo'ladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, opsiyaga nomerlar yozib qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlar olishlari mavjud bo'ladi. Oyoqlari to'rali yelini, qoni toza, bexijolat mollar. Mana go'lishni so'ragan ishqibozlar. Bo'g'oz variant. Kimga qaysi mol yoqadigan bo'lsa, shunday skrinshot qilib opsiyaga nomer qo'yib qo'yamiz. O'sha nomerlarga Telegram, WhatsApp bor. Tashlab bersalar, narxlarini aytib beradi. Bemalol gaplashib olishlari mumkin. Mana. Mol nima deyapti? Xonajim birinchisiga, birinchi qoringa bo'g'ozli varianti 7 oylik atrofida. Balki 7 oylikdan ortiqdir. Sut yo'nalishida so'ragan ukalarimiz mana. Ko'chati. 4 yil, 5 yil maza qilib boqadigan. Mol sifati nima deyapti akalar? Yo'qsa laykni bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan ukalarimiz obuna bo'lib qo'yasizlar mana. Semental mol ishqibozlari. Mana gibridlar. Semental mol. Kimga qanaqa mol zarur bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qo'yganmiz. O'sha nomerga qo'ng'iroq qilib so'rasalaring, qanaqa mol bo'lsa, sizlarga topib beradi. O'najim mana. Birinchisiga. O, mol zo'r mana. Sut yo'nalishidagi molni eng udari. Bo'ylari 1.65 chiqsa kerak. Mana. Mol nima deyapti? Mol o'ta go'zal. 1 tonna chiqsa kerak. Mana semental. Semental oldida ko'rinmayapti. Hurmatli obunachilar, mana semental ham o'ta katta mol. Mana shalvallari. Mana. Baho beringlar, kommentariyaga yozinglar, qaysi biri nech kiloligini to'shni aytib yuboringlar. Mana.
mol ishqibozlari, hammasi mol. Bizni kanalimizda faqat mol ishqibozlari. Qani? Mana. Go'lishtning molimizni kilosi bilan mana semental molimizni kilosi mana. Qaysi biri og'irligini kommentariyaga yozib yuboringlar-chi akalar. Mo'sirroq. Kimga qanaqa mol zarur bo'ladigan bo'lsa, opsiyada nomerlar qo'ydiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib so'rashlari mumkin. Shves mol ishqibozlari mana. Mana shves mollarimiz. Go'lishtni so'ragan ukalarimiz. Hurmatli obunachilar, hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.